Nima deysizlar endi akalar? Nima deysizlar? Toshkent shaharda $82,000 ga 2 etaj tayyor patikulish uchastka ko'rsataman. Arzon uchastkalar ko'rsatganimizda Toshkent shahar emas u deyishardi. Na issigiga ko'nadim, na sovug'iga. Mana sizlarga Toshkent shahardan $82,000 ga 2 etajli uchastkamiz. Manzilimiz Bektemir tumani, Toshkent shahar kiradi. Majnuntol mahallasi. Vodnikdan keyingi mahalla bo'ladi. Zo'r tarafi bu joyimizning oldida yana katta zaxvat joyi bor. Hozir usti ishlari musorga e'tibor bermaysizlar. Ko'chagacha 1,5 sotuvlik zaxvati bor. Bitta styashka qilsanglar juda ham zo'r atmosfera bo'ladi. Bu uchastkamiz 1 sotuv maydonga joylashgan, lekin narxiga juda ham zo'r. Egalariga pul juda ham zarur bo'lgani uchun remontlari oxiriga yetmasdan ham sotuvga qo'yadigan bo'lishdi. Zinalar xullas hamma ishlar tugatib beriladi. Chap qo'ldan boshlab ko'rsatadigan bo'lsam, kuxnyani ko'rishimiz ham mumkin. O'rtada bitta umumiy sanuzul va birinchi etajda zal mehmonxona joylashgan. Bu bo'lsa ikkinchi etaj. Bu yoqda jami 3 ta xona joylashgan, 2 ta sanuzul bo'ladi. Chap qo'lda birinchisi bolalar yotoqxonasi. Dal tushirib kelamiz. O'ng qo'lda ikkinchi yotoqxona, 2 tadan derazalar qo'yilgan. O'rtada bitta umumiy sanuzul va yana bitta katta yotoqxonasi alohida sanuzullari ham bor. Pastdagilar nomerini qoldiramiz. Narxini bemalol savdolashib bo'ladi. Lokatsiya joy me'losiga ham joylab qo'yamiz. Atrofda nima bor, nima yo'q bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi.